Assalomu alaykum hurmatli YouTube, Instagram kuzatuvchilari. Mana navbatdagi ishimizni Andijonning Sharxon bozoridan olib boryapmiz. Xudo xolasa Azbe Mebel har doimni ishini boshladi. Bitta-bittadan like bosib, kommentda bomba qilib chiqargan holatda. Endi bitta narsa ko'p holatda ko'pchiligi dizayner boshqa narsa deyapti. Ko'pchilik qo'ymadingiz, mana aytyapsiz deyapti. Yo'q, biz iloji boricha elning xizmatida qilib yuribmiz. Xudo xolasa 2 kira NDFimiz, 2 kira kafeli gaz yetishga narxlarini, 2 kira oddiy prostoylari, mana katta vitrinali ishlarimizni xudo xolasa qilib chiqarib narxlarini aytib boramiz. Bu narsalarda endi bitta narsani aytaman, yangilik qilib chiqaryapmiz. 240 NF materialimiz bor. Mana uzunligi 240, balandligi 210. Narxi keladigan bo'lsak, obunachilar, buni narxi obunachilar 3 million so'm. 240 gaz vitishga tushadigan o'lim, duxovka tushadigan, mo'yka o'ng tomonga, chap tomonga tushadigan akril materialda qilib chiroyli holatda 100% pix kromka hamma yoqda chiroyli holatda qilinib, hatto rollargacha, mexanizmlargacha toza holatda qilingan holati. Buni narxi 5,5 million so'm. Bu 2 kira variantimiz, oddiyroq variantda Vasiskiy laminat. Qirilsa boshqa qilsa ko'pchilik, yo'q, akrildan ko'ra akril tozaroq, yo'q, akril faqat fasadga. Bu ham uzoq muddatga xizmat qiladi. Mana rezinli kromka. Obunachilar, hamma yo'qi 100% rezinli kromka. Buni narxi 2,800,000 so'm. Buni oxirida aytib o'tamiz narxlarini. Bu ishimiz ham 3 million so'm. Bu ishimiz ham 3 million so'm. Hozir ko'rsataman. Bu uzunligi 210, balandligi 230. Buni narxi 4 million so'm. Endi bitta narsani aytib o'taman, obunachilar. Pagana metr deganda mana uzunligi 5 metr, balandligi 230. Yonlarida shkoplari, bu yoqda ham shkoplari bor, tagida ham shkopi bor. Mana ikkita g'aladon. Bu yerda ham polka. Bu yerlari ham 2 etajli polka. Bu yerda oyna qilib chiqaradigan. Bu yerda mana tortmalari ham o'zini holatida yopiladi. Buni metri 1 metri obunachilar 2,400,000 so'mdan 1 metr hisoblanadi. Obunachilarga O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastlabki ustanovkani qilamiz. Kelishilgan holatda qaytarib o'taman. 1 metri 2,400,000 so'm. 1 metr degani Mo'qirg'oqdan Mo'qirg'oqqacha 2,400,000 so'mdan. Uning ichida mo'ykasi, shushulkasi bo'ladi. Chiroyli holatda. Partuga esa xohlagan svetingizda, xohlasangiz kafel, xohlasangiz granit. Bu yerga endi mana o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Mehnatimizga bittadan like bosib, kommentlarinda chiroyli holatda qilib qo'yiladi obunachilar. Shkoplarimiz englari ham chuqur holatda. Mana xudo xolasa chiroyli holatda qilib chiqarilgan. Inshaalloh bitta-bittadan like bosib, kommentda bomba qilib chiqarib beramiz.